Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar, umr karvon to'xtamaydi, mangu ketar. Yuragimga tug'day zangur sog'inch botar. Bolaligim, sen ham meni sog'indingmi? Maysaginam yalang oyoq chopar edim, ko'k dalada ko'kka qarab yotar edim. Yalpizlarning bo'ylaridan quchar edim. Yalpizginam, sen ham meni sog'indingmi? 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 Bolaligim, sen ham meni sog'indingmi? 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 Ay sho'xligim, sen ham meni sog'indingmi? Endi o'sha osmon to'la ko'zlar qani, qo'l ushlashib yugurishgan qizlar qani. Endi o'sha osmon to'la ko'zlar qani, qo'l ushlashib yugurishgan qizlar qani. Qirda qolgan yalang oyoq izlar qani. Do'stim, sen ham meni sog'indingmi? 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 Bolaligim, sen ham meni sog'indingmi? 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 Ay sho'xligim, sen ham meni sog'indingmi? Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Maktab yillari o'tdi birin-ketin. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yur
Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larni. 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 bilimga kon erur maktab. Zakovat doniga xirmon erur maktab. O'g'il qizlar o'qing ulkan murod ko'zlab. Ziyo topmoq uchun imkon erur maktab. O'qing minglab ahli dono kerak yurtga. Yana Bobur Ibn Sino kerak yurtga. Ma'rifatsiz elat maqsadda jam bo'lmas. Ma'rifatli o'lka yotgan karam bo'lmas. Agar maktab quyosh ersa ilm nurdir. Fikrsiz bosh ichra hattoki sham bo'lmas. O'qing, fikri yorug' avlod kerak yurtga va ertangi taraqqiyot kerak yurtga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, aziz yoshlar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va Mehridaryo ustozlar farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Ta'rif tasnifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Marhamat, madhiyaga.
mamlakatimizda hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim islohotlar va amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni shu ishlar natijasida maktablarimiz yangi qiyofaga bitiruvchilarning jamiyat hayotida munosib o'rin egallashlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tabrigini o'qib eshittirish va davramizni ochib berish uchun Nuraddin Ibadullayevich Abdullayevga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Avvalambor barchangizni bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bilan tabriklayman. Bugun nafaqat bizlar maktabimizda, butun respublikamiz bo'yicha barcha ta'lim muassasalarida so'ng qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib turibdi. Demak, mana shu so'ng qo'ng'iroq tadbirida qimmatli vaqtni ayamasdan ota-onalara, kelgan mehmonlara barchasiga yana bir marta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi men bu yerda bugungi kunda maktabimizda qilib turgan ta'lim sohasidagi yutuqlarni obodonlashtirish bo'yicha qilib turgan ishlarni takrorlab o'tirmoqchi emasman. Sizlarning vaqtingizni olib buni hamma ko'rib turibdi. Mahalla gruppalarida, maktab gruppalarida, shuning uchun bu yerda hozir demak bugungi tadbirni ochiq deb e'lon qilib, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning bitiruvchi o'g'il qizlarimizga, o'quvchilarimizga yo'llagan tabrigi bor. Ruxsat bersangizlar, shuni sizlarning ruxsatingiz bilan o'qib bersam. Aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar, bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Bugun kelajak rejalari tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etayotgan bunyodkor kuchni ko'ramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlariga namuna bo'lib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rni egallashi uchun hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-renessans bunyodkori degani. Sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchi va tayanchisiz. Mamlakatimizda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum sizlarga zamonaviy bilim, kasb va malaka berishga tayyor. Tirishqoq, o'z kuchiga ishongan yoshlarimiz hali maktabni tugatmasdan turib, yurtimizdagi chet eldagi nufuzli oliygohlarga kirishga ulgurdi. Masalan, 171 nafar yoshlarimiz dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Bugungi qishloqdagi oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyo tan oladigan olim bo'ladi. Bugun oldiga katta maqsadlar qo'ygan intiluvchan, izlanuvchan yoshlarimiz ertaga millionlab insonlarga xizmat qiladigan texnologiyalarni yaratadi. Bugun kitob o'qiyotgan bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadigan farzandlarni tarbiyalaydi. Shu bois har biringiz kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasbni egallashga harakat qiling. Bu kelajakda ochilgan eshik siz uchun qo'shimcha imkoniyat va rag'batdir. Tadbirkor bo'lishni istaydigan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm arzon kreditlar taklif etmoqda. Startup loyihalarini boshlagan bitiruvchilarga esa 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik IT kompaniyalari har yili kamida 50 ming bitiruvchini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib yuqori daromadli ishlarga joylashtirishga tayyor. Barchamiz cheksiz g'urur va iftixor boshlaydigan bunday yutuqlar ilgari tariximizda hech qachon bo'lmagan. Ko'ryapsizlarmi, chin dildan intilsa, harakat qilsa, yangi O'zbekiston yoshlari qanday buyuk marralarni zabt etishga qodir. Men ishonaman, sizlarning orangizda ham ana shunday millat qahramonlari, yangi O'zbekiston iftixorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir ongli inson ota-onasi, ustozlari va el yurt ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Doimo o'zgarishlar, islohotlar ruhi bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va omad hamisha yor bo'lsin, aziz farzandlarim.
Rahmet. Demek hürmetli okuvchilar, hürmetli ota-onalar, mana hürmetli prezidentimizning o'quvchilarimizga, bitiruvchilarga bo'lgan tabrigini o'qib eshittirdik. Men ishonchim komilki, o'quvchilarimiz kelajakda shu aytilgan gaplarga barchasini amal qiladi. Nafaqat bu o'quvchilar bilan otasi yoki akasi, bütün onasi, babasi, ustozlari bütün el yurt faxrlanib yuradi. Bular erishgan yutuqlari bilan deb ishonaman. Xudo xolasa shunday ham bo'lishi kerak. Endi shu yerda hozir so'z navbati berilgandan foydalanib aytishim kerak. Demek bugungi tadbirimiz o'zi o'quvchilarimiz 1:30da 11 sinf o'quvchilarini soat 1:30da ruxsat beramiz. Demek 2da bular o'yinda bo'lishadi. Hech qanday banket, keyin uchrashuvlar, ziyofatlar bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ota-onalar nazoratga olib soat 2da sinf rahbari bilan belgilashib, xabarlashib 11 sinf yurtboshilar demek farzandim maktabga uyma keldi deb izoh qoldirishak. Yana bir bor bayramlaringiz muborak bo'lsin. Kelajakda hayotlaringizda omad tilayman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Bizlar sizlarga ishonamiz. Rahmat katta. Iymon qayda edi ustoz bo'lmasa, urfon qayda edi ustoz bo'lmasa, sohibqiron qayda, navoiy qayda, cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa. Endigi navbatni mehmonlarimizdan 2-son texnikumdan tashrif buyurgan Suvonov Xursandga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar. Yana bugun 13-son umumiy ta'lim maktabida yana shu bitkazuvchilar 25-may bitkazuv uchrashuvi, yana shu 11-sinf bitirayotgan o'quvchilar shu katta hayotga qadam qo'yayotirsizlar. Yana shu hayot yo'llaringizda omad, o'qishlaringiz davomiy bo'lsin. Yana shu oliy dargohlarga kirib, shu ustozlarning shu bergan bilimlari, tarbiyalarini shu o'zingiz ko'rsatishingizda muvaffaqiyat. Ustozlar sizlarga kuch-quvvat, yana shunday bir o'quvchilarni tarbiyalab, bilim berib, shularni shu kelajakda shu muvaffaqiyatlaridan quvonib o'tirishlaringizni tilab qolamiz. Yana kuch-quvvat ustozlar. Muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlagan mudom suyak atalgan, 6 asr avval ko'kka qadalgan, narvon qayda edi ustoz bo'lmasa. Endi navbatni faxriy ustozlarimizdan mehmon bo'lib kelgan Iskandarov Ro'ziboy ustozimizga navbatni beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbirimiz qatnashchilari. Ana sizlar bilan birgalikda bizlar bugun 13-maktabni bitkazuvchi o'quvchilarini ko'rib turibmiz. Aziz o'quvchilarim, hammangiz hayot ostonasini birinchi qadam qo'yatirlarsizlar. Bu ishlaringizda sizlarga uzoq muvaffaqiyat, katta hamda ishonchlarni oqlab, elimizda yurtimizda xizmat qiladigan yigitlar, qizlar bo'lib yetishishingizga tilakdoshiman. Hammangiz o'qing va yana o'qing. Har bir kasb mutaxassis egasi bo'linglar. Bu ishlarda sizlarga katta rahmat. Aziz ota-onalar, sizlarni ham bugungi yaxshi kun bilan tabriklayman. Hammangizni yaxshi kunda uchrash nasib etsin. Rahmat. Rahmat ustoz. Ayni damda 2025-2026 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlarda va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi va tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek jonkuyar, ijodkor o'qituvchilar maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlanadi. Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi yurtimiz kelajagi bo'lgan o'quvchi yoshlarni ilmli, yuksak ma'naviyatli, komil inson etib tarbiyalashda, bilim va malakasini ayamasdan, kasbiy mahorati va fidoyiligi bilan o'z hissasini qo'shib kelayotganligi hamda 2025-2026 o'quv yili davomidagi samarali mehnatlari uchun 13-son maktab o'qituvchisi Kuryozova Sanamjon Matqurbonovna ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi.
Erjan va Oymonjon Muhammad qizi. Qurbon va Sadoqat Saparbayevna. Alimov Boburjon Usmon o'g'li. Qodirova Intizor Otanazarovna. Saparbayeva Munisa G'ayrat qizi. Atanyaz va Munira Rahimbergan qizi. Atajonova Dilafruz Allanazarovna. Rajabova Mavluda Davronbek qizi. Saidova Saida Yarash qizi. Alimov Boburjon Usmon o'g'li. Yangiariq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'lim tashakkurnomasi Atamurodova Shohida Qadambayevna. Sapayev Shuhrat Qadambayevich. Babajonov Sanjarbek Marimbayevich. Sabirov Umirbek Adilbekovich. Matyakubova Yakutjon Matyakubovna. ...2025-2026 o'quv yili davomida o'zining yuksak iqtidori, a'lo o'qishi, namunali xulqi hamda jamoat ishlaridagi faolligi bilan tengdoshlariga namuna va ibrat bo'lganligi uchun 11-sinf o'quvchisi Ochilova Diyona Sanjarbek qizi. Atabek Behruzbek Oybek o'g'li. Satimova Charosxon Ulug'bek qizi. Satimova Charosxon. Usmonova Yulduz Akmalbek qizi. Yo'ldashova Indira Anvarbek qizi. Ana ustuna geldi, Yulduz geldi. Bu Indira'niki edi, arkası. Yo'ldashova Indira. Baxtiyorova Zebuzar 8-sinf o'quvchisi. Yo'ldashova Indira Anvar qizi. Nuriddinova Parizoda Javlon qizi. Baxtiyorova Shodiya Ixtiyor qizi.
8-B sınıf o'quvchisi Atabayeva Farangiz Bahrom qizi. Ro'zibayeva Gulhayo Qudrat qizi. Ro'zmetova Gulsevar 9-A sınıf o'quvchisi. 9-A sınıf o'quvchisi Kamoliddinov Jo'shqinbek. 9-A sınıf o'quvchisi Babajonova Oygul. 9-A sınıf o'quvchisi Shokirova Shahruza. 9-B sınıf o'quvchisi Kulmetov Elbek Sanjar o'g'li. 9-B sınıf o'quvchisi Qadambayev Asror Abror o'g'li. 9-B sınıf o'quvchisi Jumaniyazova Saida Kenjaboy qizi. 9-B sınıf o'quvchisi Davronbekova Sumbil Siroj qizi. 10-A sınıf o'quvchisi Ahmedov Akbarbek Umarbek o'g'li. 10-A sınıf o'quvchisi Tangriberganova Marjona G'ayrat qizi. 10-A sınıf o'quvchisi Shehnazarova Charoz Sattorbek qizi. 10-B sınıf o'quvchisi Jumanazarova Jo'rabek namunali xulqi a'lo o'qishi uchun. 10-B sınıf o'quvchisi Azodova Yulduz. 10-B sınıf o'quvchisi Ahmedova Dinara. 11 sınıf o'quvchisi Otabek Behruzbek. 11 sınıf o'quvchisi Atabayeva Kumushoy. Avang Behruz. 11 sınıf o'quvchisi Achilova Diana. 11 sınıf o'quvchisi Qo'chqorov Kamronbek. Atanazarova Muxlisa Murod qizi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz Mehridaryo muallimalar. Men sizlarni shu chin yurakimdan tabriklayman. Shu bitiruvchi yoshlarga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Yana bular bugun maktabni bitiryapti, yana bir katta zinapoyaga oyoq qo'yatdilar. Hammasi baxtli, saodatli, uzoq umr, sihat salomatlik tilayman bu yoshlarga. Hammasini boshi toshdan bo'lib, oliy ma'lumotli, baxtli, saodatli shu O'zbekistonimizga bir kerakli farzand bo'lsinlar. Shu Xudoyim barkamol hayot kechirsinlar. Shu aziz ustozlar, shuda o'tirgan mehmonlar, o'quvchilar, kichkina jajji, bolajonlar, hammangizga uzoq umr tilayman. Sizlarga kattakon rahmat aziz ustozlar. Shu farzandlarimizni barkamol etib voyaga yetirganlaringiz uchun, shularga ikkinchi ana ota bo'lganlaringiz uchun
katta rahmat, ta'zim qilaman sizlarga. Rahmat hammangizga. Shu farzandlarimizni shunday deb yetirganlaringiz uchun, shu o'qishlarga girishlarida uzoq umr tilayman bulara. Hammasi grant bilan o'qishga girishlarini tilakdoshman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli bo'lsinlar. Shu sizlar ham sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat söz berganligingiz uchun. Assalomu alaykum ota-onalar, ustoz, murabbiylar. Shu maktab ma'muriyatini, shu maktabni boshqarib turgan Badullayevga va boshqa ustozlar hammasine minnatdorchiligimni bildiraman. Shaxsan shu Anargul ustoza, meni farzandlarim shu yerda shu o'qishlara kirish shunday tayyorlanib, shunday sertifikatlar olishlarında shular hissalari katta. Bulara rahmat deyman. Shu farzandlarimiz hammasi katta o'qishlarga kirishlarida tilakdoshman. Xudoyim mana hammasi shu etgan mehnatlarini, rohatini ko'rib, bizlar ham shular arkasından quvonib o'tirish nasib etgay. Hamma ota-onalar, sizlar ham farzandlaringizni tabriklayman shu o'qishlarga kirishlarida, katta o'qishlarga kirishlarida hammangiz tilakdosh bo'lib o'tirishlaringizni men shu farzandlarimga yana bir marta oq yo'l tilayman. Xudoyim o'qishlarga kirib o'tirganlaringizdan borib biza shunda deb tabriklab o'tirganmiz. Ustozlar hammangizga rahmat. Shu sizlar shu farzandlarimizga shunday tarbiya berganlaringiz uchun, biza uyda bo'lsak sizlar shu yerda tarbiya berdingizlar. Sizlarga rahmat deyman shuning uchun. Rahmat hammangizga. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar. Yine bize bugün bitiruv kechasida o'tirgan ekanmiz. Shu bitirayotgan yoshlarimizni muvaffaqiyat tilaymiz. O'qishlarga girishlarida, kelgusi ishlarida qolaversa, ustozlarimizga katta rahmat. Yine shu farzandlarimizni sertifikatlar olishlarida shuncha shart-sharoitlar yaratib berdingizlar. Rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Hammangizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum ustozlar, o'quvchi bolalarim, qizlarim, xudoyim sog' yurgaysizlar. Shu ina 11-klassni bitirayotgansizlar. Shu oliy o'quv yurtlariga girishda hammangizga muvaffaqiyat tilayman. Sog' salomat o'ynab kulib shu ota-onangizni so'yintirib, oliy o'quv yurtlarına girgaysizlar. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Kunt ila 40 hunar olmoqqa shaxt aylang. Shamoldan ham shakar olmoqqa shaxt aylang. Zamondan da yurib ilg'or bo'lib qoshib, har ilmdan samar olmoqqa shaxt aylang. O'qing, qudrat ila shuhrat kerak yurtga, ma'rifatga, tashna millat kerak yurtga. Azizlar, keling navbatni endi bitiruvchilarimiz tayyorlab kelgan chiqishlarga bersak. Marhamat. Baxtingdir ustozning qo'lini olsang, lekin ustozni ham tanlab ololsang, ustozning qimmati menimcha shulkim, uzoqmi, yaqinmi, unuta olsang. Mayliga orangiz bo'lsa-yu yiroq, u senga har kuni bermasa saboq. Lekin uning ismin eshitganing choq, yurakda orziqish his eta olsang. Garchi oylab, yillab seni ko'rmasin, peshonangni silab holing so'rmasin, yo'l yo'riq ko'rsatib tergab turmasin. Bas uning nigohin sezib turolsang. Ustoz deyilganda nima ko'rinar? Mukammal insonu mukammal hunar. Unga hunariga duch kelganda gar, o'zing hunaringdan biroz uyolsang. Ustozlar turlidir, ro'yi, shaxsiyat, kimda shakl boru, kimda mohiyat. Senga niyat bo'lsa undagi niyat, ustozga munosib shogird bo'lolsang.
qadrdonim jonajon maktab. Dilingni vayron etgimiz kelmas, jonajonim qadrdon maktab. Seni tashlab ketgimiz kelmas. Qo'llarimni mahkam tut o'rtoq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Ruxsoringga to'yay sinfdosh, ketma aslo yuzingni urib, yanoqlarda miltillaydi yosh, yig'layapmiz jim turib, qalbimda shirin bir titroq, yangramoqda so'nggi qo'ng'iroq. Umr yelar to'xtamay bir zum, dilga solib g'am u alamlarim, sog'inamiz seni maktabim, sog'inamiz quvnoq damlarim, qo'llarimni qo'yvorma o'rtoq, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Ba'zan kirmasdan ustoz so'ziga, biroz erkaliklar qildik o'ziga, bugun mehr bilan qarab ko'ziga, sizni sog'inamiz qadrdon ustoz. So'nggi damda mehr ortmoqda rost, sehring o'zingga tortmoqda rost, ketmay turib sog'inch ortmoqda rost, seni sog'inamiz qadrdon maktab. Nigohlarga to'yib olayin, sinfdoshlar keling yaqinroq, ohanglari shunchalar mayin, yangramoqda so'nggi qo'ng'iroq. Ustozlarim qilgan duolar zulmatlarda bo'lgaydir chiroq, menga va'da qilib dunyolar, yangramoqda so'nggi qo'ng'iroq. Ustozlar haqida ozgina monologimiz bor. Ba'zan o'ylab qolaman. Dunyoda shunday kasb egalari borki, ularning mehnati yillar o'tib, biz ulg'ayganimizda, hayotda o'z yo'limizni topganimizda yaqqol ko'zga tashlanadi. Ular ustozlarimiz. Eslaysizmi? Eslaysizmi? İlk bor maktab ostonasiga qadam qo'yganimizda qo'limizga qalam tutishni ham bilmasdik. Qo'rquv bor edi ko'zlarimizda, begonalashish bor edi. O'shanda bizga onamizdek mehribon, otamizdek talabchan bo'lib bir inson qo'limizdan tutdi. Bizga nafaqat harflarni, balki hayotni tanitdi. Oq doskaga yozilgan har bir so'z aslida bizning kelajagimiz poydevori edi. Ustoz deganda ko'z o'ngimga sochlariga erta oq tushgan, ammo ko'zlarida hamon o'sha cheksiz mehr va umid porlab turgan inson keladi. Shunday kunlar bo'ldiki, biz sho'xlik qildik, dars tayyorlamadik, gap qaytardik. Ammo u kishi bizdan voz kechmadi. Biz xato qilsak, ularning yuragi og'ridi. Biz muvaffaqiyatga erishsak, bizdan ko'ra ko'proq quvondi. Yillar o'tib borar ekan, biz katta shifokorlar, muhandislar, tadbirkorlar bo'lib yetishamiz. Hayot charxpalagida aylanib, balki maktabimizni, o'sha eski partamizni sog'inarmiz. Ammo o'ylab ko'ring, biz parvoz qilayotgan balandliklarni bizga kim hadya etdi? O'sha zahmatkash zot emasmi? Ular har kuni umrlaridan bir parchasini shamdek yoqib, bizning hayot yo'limizni yoritadilar. O'zlari yonib tugaydilar, ammo ortidan minglab, yuzlab nurli qalblarni qoldiradilar. Bugun qayerda, qanday maqomda bo'lmaylik, boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz. Siz bergan ta'lim, ko'rsatgan to'g'ri yo'lingiz uchun mingdan ming minnatdormiz. Dunyoning eng go'zal so'zlari ham sizning zahmatkash mehnatingiz oldida ojizdir. Bergan ta'limingiz, ko'rsatgan to'g'ri yo'lingiz, erishayotgan muvaffaqiyatlarimizga qo'shgan hissangiz uchun boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz.
ალაფოტი ჩამოქონდა ალვისკი ჩამონათალი ადეკნაფოტომი ამბე საკვარი შემონათვალი ანანანინინაო თანინანინანინაო თანინანანინინაო თანინანინანინაო გოგოგო ბისიბისა ქეთამოდით ბისიბისა ალიმასვი გოგითა გამაძველი გოცნითა ანანანინინაო თანინანინანინაო 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 ეგრეთზე დანაწყარო მოვისნალი ისველი განამოდის გოგოზე გადალამაზი ხართავარი სულია მოდის გოგოზე დანაკედნები ჩემში გონის ბედნები ლამაზებს მომდევი ნახავ ერებოს ავიდი დავდნები Eslaysanmi Faridam sochlaringdan tortganim hali hanuz yodimda qorlar otib qochganim yodimda o'sha damlar birga qilgan sho'xliklar bizdan tinchlik yo'q edi tezor edi ustozlar so'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq so'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq jaranglamas takror bu
Ertelegi buruşunun bir pırağını varsan Haysı sada burcunu Mevher şah varsa Haysı hütün ağusin Napayı tatarsa Haysı çemen zarnıyan Alayı gün varsa Soylamana iyi senem Kimni sever yarsa Ala yüz Hey kara yüz Hey ala yüz Hey kara yüz boy boy Hemen gül bilen Bağdaki bülbül bilen Akset hemen gül bilen Bağdaki bülbül bilen Ahır dengeli anlaslar Saçları sümbül bilen Ahır dengeli anlaslar Saçları sümbül bilen Menemen yarım Hoşray hoşray Örvüzümlü canım Hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay Menemen yarım hoşray hoşray Ahlakları balım hoşray hoşray Suda kumda yerde gökte dengi tapılmaz Köyümün asmanında 14 günlük ay So'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida bitiruvchilarimizni kuzatib qo'yamiz.
Shodliklarim cheksiz biroq, ayriliqdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalguvchi, qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Qayda bo'lsak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq.
Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Aziz bolajonlarim. Sizlarni bu yilgi mana shu bitirish kechangiz bilan, bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga tilagim shuki, mana shu mustaqil hayotda qo'yayotgan qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Allohim sizlarni eng bir ajoyib hayot bilan siylasin. Hammangiz oliy ta'limga girib, o'qisha girdim ustoz deb so'nchilashingizni istab qolaman. Sizlarga yana shunday tilagim bor, ota-onangizga, el yurtingizga, maktabingizga faxrli farzandlar bo'ling. Yana bir bor mana shu 25-may so'nggi qo'ng'iroq bayramlaringiz bilan tabriklayman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ota-onangizga munosib farzand bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, aziz yaqinlarim. Mana shu 11 yildan beri o'qib, biz shunday bir qadrdon bo'lib qoldik. Men nima desam ekan, hammangizni maktabni bitirganlarimiz bilan tabriklayman. Iloyim bundan bank hayotlarimizda o'qishlarga girib, ustozlarimiz, ota-onamiz, yaqinlarimiz orzu etganday farzand bo'lib, shularni faxri bo'lib yurishlik hammamizga nasib etgay. O'qishga girdim, grant girdim deb ustozlarimizni, yaqinlarimizni so'ntirib o'tirish hammamizga nasib etgay. Bugunina 11-sinfni bitirdingizlar. Hammangizni shu quvonchli kun bilan tabriklayman. Xudoyim shu oliy ta'limga girib, grant bilan girib o'tdim deb o'tirganingizda, Xudoyim tabriklab o'tirish hammamizga nasib etgay. 25-may so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Ishlaringizga omad. Rahmat. Yaqin sinfdoshlar, yaqinlar, sizlarni maktab bitirib qolamiz. Bundan keyin azburchiliklarimiz hammasi bir xil bo'lsin, yo'qolib ketmasin. Maktab bitirgandan keyin hammanga omad, baxt, saodat, yaxshi kunlardan shunday hammamiz yengil o'tirganmiz. Yo'qolib ketishma bo'lmasin. Nima desam? Bo'ldi. Sinfdoshlar, hammangizni tabriklayman. Shu kunlaringiz bilan, shuning bilan o'zimiz ham hammaga ishlaringga omad. Nodimiz boshqa. Sinfdoshlar hammasini tabriklayman. Hammasini o'qishga girishini tilab qolaman. Hammasi grant bilan girsin. Har kim o'zining yo'lidan ketdi. Hammani tabriklayman maktab bitgani bilan. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 11 yillik hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetibdi. Shu 11 yil ichida hammamiz bir-birimiz bilan chiqqan bo'ldik, do'st bo'ldik, urushdik, yarashdik. Iloyim bundan keyin ham shundatib og'izbirchiliklarimiz iloyim shundatib buzilmasin deb tabriklayman hammaga. Assalamu alaikum everybody. Not everybody but the person who is listening to this audio. And the only thing that I'm going to talk about is just wishing you good luck on your studies. So, you know that today is very special day for us because for about 11 years we have been studying and laughing together and just grew, right? So this is gonna be very amazing to feel that kind of feelings because this is the thing that we had never experienced before, but somehow it is kind of strange, right? Because you know that we all of our ways are being separated, so it is not acceptable, right? So yeah, the only thing that I can say is just wishing you good luck on your studies. I mean that, yeah, you can say that just, oh, teacher, I get into a university that is Uzbek state, but you know that,
yeah, it is normal, but you know that, guys, I really want you to get into a university, not Uzbek state one, but international one. So yeah, guys, I really want you that saying, that I really want to hear the words of yours, like, oh, Kumash, I really I get into a university that is located in US or UK, like Harvard, Cambridge, Oxford, and others like that. So yeah, this is the only thing that I really want to hear from you guys. So yeah, bye. So guys, hemen tebriklimen. Mektep tiyatrolarımız bilen hemen Ahmet kelesi işlerinde yukarı küçük grup bağlayaz durumlar. Sınıftaşlar tebriklimen beni. Giriş işleri devam ettirme. Tebriklimen beni. Sınıftaşlarım ben tebrikliyim. Ağızbirçiliklerimiz üzülmegey. İşinde toyladan, teşkilledən, yığınlaşıb oturğaymız. Tebrikliyim ben. Sınıftaşlar, coralar, həməniz təbrikləməşib. Birgəlikdə oynayıb gülüb, həmişə təşkillədə, toylada, həmişə birgə yürgəyimiz. Təbrikliyim mən.